Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar. Men şu bir necha sorunda qarindoshlar bilan o'tirish jarayonida ondan keyin shu ijtimoiy to'r bekatlarda qarindoshlarninki birdek shu birlashish, ameli bir ish qilish, bir ish qilsak bo'ldi degandek gaplarni bak ko'p anglab ketdim. Endi ko'nalardan nima achchiq desa, zulm achchiq degan javobni anglaydik endi. Endi buning ta'mini balkim hammamiz o'xshash tetayotgan bo'lsak kerak. Zulm haqiqatan dunyoda hammadan bak achchiq. Shuningga Allah subhanahu wa ta'ala dinda eng qabih gunohlardan shu zulmni eng kechirgusiz qabih gunoh deb atagan. Endi hozir ko'pincha musulmonlar nima deydi desa, qani bir amaliy ish qilmaymizmi? Nima ish qilamiz? Birasanglar bir amaliy ish qilishga yo'l ko'rsatmamizlar desa, birisi unda paqido, birisi bunda paqido, hammasi o'zining tushungan bo'yicha bir narsa deb paqido. Men shu o'zim tushungan bo'yicha mushahda bir narsa deb paqim keldi qarindoshlar. Hozir qaraydigan bo'lsak, dunyodagi eng ilg'or qurollar, eng jiq iqtisodlar kafirlarning qo'lida. Musulmonlar kambag'al, taraqqiyot yo'q, iqtisod yo'q, shunday bir holat yashayapmiz. Hozir musulmonlar qandaqli qilsa ishlar aplashmayotgan, musulmonlar o'zaro ittifoqsiz bo'layotgan, butun boshqalarga yeydig'ini boshqalardan setib ishlatayotgan, ishchiligini boshqalardan setib ichayotgan, ishiltadigan butun elektronlik mindigan mashina hamma narsa boshqalarni yasab bersa, shuni ishiltadigan shunday bir holatda. Ya'ni musulmonlar moddiy jihatdan shunday bir ojiz endi. Ya'ni shu sababli biz shu zulmninki ustimizdan ko'tarilishi yoki o'z bilikimizga tayanib musulmonlarning beshiga kelgan zulmni yo'q qilishga chorasiz qoldikmi qarindoshlar? Mencha chorasiz qolmadik. Endi hammanglar bilasizlar, hozir dunyoda hammadan eng muhim desa, yuqori texnika, fan texnika, iqtisod, voy biz nur davrida yashayapmiz, elektronlik davrida yashayapmiz deydi. Ammo biz Qur'oni Karim hammamiz muqaddas ulug' kitob, Qur'onda hamma narsa bor. Qur'oni Karim hammaga javob bergan deb mushtaq deymiz. Ammo Qur'oni Karimni varaqlaydigan bo'lsak, Qur'oni Karimda asosiy jihatdan insonga ahamiyat berilgan. Ya'ni atom bombasi yasash, yo bo'lmasa yuqori texnikalik bir qurol yasash, oliy sifatlik mahsulot yasash degan gaplarga Qur'oni Karimda konkret o'tirib qo'ymagan. Shunda qilishga musulmonlarni o'qib bilimi egallashga buyurgan, lekin u masalalarni konkret bayon qilmagan. Ammo Qur'oni Karim odamga odamgarchilikni o'rgatishda konkret tafsili bayon qilgan. Demak, mana bu musulmonlar bizning bu alohidlik asli bizda bor. Ya'ni kafirlarda eng ilg'or, eng yuqori texnikalik qurol, iqtisod bo'lsa, bizda qurolmizda Qur'oni Karim bor. Bu Qur'oni Karim bizga odam bo'lishni o'rgandi. Agar biz Qur'onning tushunchasi bo'yicha odam bo'lsak, shuningga ishninglarki zulm cho'qim ko'tarilib ketadi. Qanday ko'tarilib ketadi deyishinglar mumkin. Sizlar shu islom tarixini o'qisanglar, musulmonlar eppagan kurash, jang, jihatlarda hech qachon musulmonlarning askarlari kafirning askarlaridan jihat boqmagan. Hech zaman musulmonlarning qurollari kafirlarning qurollaridan ilg'or bo'lib boqmagan. Ammo shunda bo'lmagan tangsiz urushlardami musulmonlar g'alaba qilgan, g'alaba qilishiga musulmonlardagi shu bir necha alohidalik sabab bo'lgan. Musulmonlar nurg'un shaharlarni qurol bilan emas, islomning alohidaligi bilan fath qilgan. Endi men bugun qarindoshlarimga mush Qur'oni Karimdagi eng muhim prinsipal masalalardan
4 masalani o'ttirib qo'ymoqchi. Biz bu masalani bir tushunaylik va bu masalaning Qur'oni Karimda mutlaq eng muhim masala ekanligiga shak qilmoqlar. Bu Qur'ondagi asosliq muhim prinsipal masala. Mushuning 4 masalani bayon qilay. Ma'qul, hozir mundaq bir gap bor. Agar Singapur 90 yil taraqqiy qilmay mushbetim tursa, dunyodagi bir islom davlati 90 yil taraqqiy qilsa, albatta Singapur bilan teng bo'ladi. Demak, majatdan biz teng bo'lib bo'lmaymiz. Ham teng bo'lib bo'lmayapmiz. Teng bo'lib bo'lish uchun bu yaqinqi asrda ular bilan tenglashishga meni ko'zim yetmaydi. Lekin bu bizni tushkunlashishga, bizni zot zulm ko'tarilmoqdak, mushundoq qilib qolganmiz degan tushunchaga asos olmaydi. Biz qarindoshlar shunda qila oladigan, tirishsak, hamma odamning qo'lidan keladigan ishlar bor. Shuni biz yaxshi qilsak, Alloh bilan qasamki, bizdan zulm ko'tarilib ketadi. Biz mush yer sharida yashagan eng baxtli insonlarga aylanamiz. Shu Qur'oni Karimda tilg'ilingan eng muhim masalalardan qarindoshlar, Qur'oni Karimdagi mushu tilg'ilingan eng muhim prinsipal masalalarning birisi adl, adolat. Ya'ni adolat va Alloh subhanahu va taolo bizning odil bo'lishini talab qilgan. Bu odillik bo'lish haqida Qur'oni Karimda 350 yerda tilg'ilingan odil bo'lish masalasi. O'ylab boqinglar qarindoshlar. Odillik degan gap. Ya'ni odillik degan gap arabchada bu odillik deganki ma tarafga eg'ib ketmay, ma tarafga eg'ib ketmay, o'ttirda. Ya'ni xolisona, haqqoniyat bilan xolisona ish qildigan, haq yo'lni tutgan, lilla to'g'ri, odil bo'lishni, ya'ni adolat, odil bo'lish deymiz. Masalan, mush yer sharining hammasiga qarab baxdan bo'lsak, biz adolatni ko'ramiz. Maxluqotlarning hammasida bir Alloh subhanahu va taoloning 99 ism sifatining birisi, ya'ni Alloh odil degan sifat bor. Alloh odil deganimizda o'ylab boqinglar qarindoshlar. Masalan, mening shu ko'zimni misolga olaylik. Alloh nihoyatda odillik bilan yaratgan. Masalan, agar mening ko'zim cho't ko'maydigan bo'lsa, nim bo'ladi. Agar mening ko'zim hozir oldimda bir istiqon suv bo'lgan bo'lsa, o suvning ichidagi mikroblarni ko'rdigan yaratib qo'ygan bo'lsa, men shu suvni ichalamdim. Allah o'limni yaratdi. Lekin Allohning odilligi shuni taqozo qildiki, biz o'limni qachon men o'lim keldiganligini bilmayman. Agar men o'limni paloni kuni, masalan, men bugun o'lib ketgan bo'lib qolsam, ya'ni bugun kechda Allohning jinini oldiga men bildirib qo'ygan bo'lsa, men musholat sizlarga shunda o'tirib dasizlishi mumkinmidi? Mumkin emas. Ya'ni osmon, zamin hammasi qarab baxsanglar, Alloh mening qo'limni o'rinlashtirishda, shunda qilishda, hamma maxluqotlarda Allohning odil ekanligi namoyon bo'lib turdi. Shuning uchun biz qarindoshlar shu odil bo'lish, xotin bolalarimiz bilan, qo'shnilarimiz bilan, atrofimizdagi kishilar bilan har qanday qishda mush adl, adolatni o'zimizda bir turg'izish qarindoshlar. Bu hammamiz og'zimiz deymiz, voy odil bo'ldi, insof qildi deb. Lekin amaliy turmushimizda biz mushni qanchalik o'zimizga tatbiq olamiz? Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi qarindoshlar. Ya bunayya in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi as-samawati aw fi al-ard ya'ti bihi Allah innalloha latifun khabir deydi. Yani Allah Qur'oni Karimda Luqman alayhisolamning so'zini tilg'ilib, ey o'g'lim, agar Alloh subhanahu va taolo deydi, qichaning dinchlik bir narsa, shu dunyoning eng cho'nqur bir toshning Quram taşının içinde olsa, osmonning bir yerlarida, ya'ni olamning bir bo'shlig'ida bo'lsin, zaminning ostida bo'lsin, bir qichachilik bir ish bo'ldi ekan, uni o'ttirib ochib, Alloh subhanahu va taolo uning hisobini qildi deydi. Buni bilaylik qarindoshlar. Bizning qilayotgan hamma ishimizni Alloh bilib turadi. Chuqum uning hisobini qildi ve hesap göre ceza mukafat berdi kardeşler. Bunu kallamızdan fakat çıkartmaydı. Bir sehralık Arap gelip Peygamber Aleyhisselam şunda dedi. Ey Allah'ın peygamberi,
Manga nayt qısqılıp bir nasihat qilgin debdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Zerreçilik yaxşılık qilsang mukofatini ko'rasan, zarrachilik yomonlik qilsang bunun jazosini chekisan. Jazosi chuqum bor buning deb shu oyatni o'qidi. Arabiy men u sahralik odam, voy bo'ldi men tushundim. Din degan mushu ekan-ku deb ketgan qarindoshlar. Ya'ni mushu kallamizda Alloh qonishimizni bilib turdi, uning hisobotini oladi, uning chuqum mukofoti ya jazosi bo'ladi degan uqum kallamizda bo'lsin. Mana bizning adil bo'lishimizga sabab bo'ldi qarindoshlar. Bo'libmi qarindoshlar atrofimizdagi, oilamizda, qo'shni xulumlarimiz, tuqqanlarimiz musulmonlar bilan mush odillikni qibli nomi qilib turib yashayotgandik, yashmayotgandik. Zahidi biz gap so'zlarimizda adilmi, kiyim kiyishlarimizda, boshqalar bilan muomala qilishimizda, yeb ichishimizda, pul xarjlashimizda, pul tepishimizda, kishilik munosabatda zahidi biz adilmi, adil emasmi qarindoshlar? Men bu savolni o'zimga qo'yay. Hammanglar bu savolni qo'yinglar. Qur'oni Karim shuni Imom Mahxunim har juma kuni nim degan oyatni o'qiydi. Innalloha ya'muru bil adli wal ihson. Allah subhanahu wa ta'ala sizlarni adolatga buyuradi. Ya'ni Allah adolatga buyurganlik mush oyatni har juma kuni Imom Mahxunim juma xutbasida chuqum o'qiydi qarindoshlar. Nima uchun o'qiydi? Ya'ni bu islomdagi mush adillikning, adli adolatning naqadar muhimligi. Ma'qul. Atom bombasi yasash qo'limizdan kelmadi. Adil bo'lishqa qas bizning qo'ldan kelmaydi. Bizning adil bo'lishimizni kim tusaydi qarindoshlar? Shuning uchun mana Qur'oni Karimda eng ko'p 350 qatim tillangan eng cho'ng ibodat, eng cho'ng muhim masalalardan birisi mush adil bo'lish. Biz adil bo'laylik qarindoshlar. Ikkinchi sizlarga demoqchi bo'lgan eng muhim masalaning ikkinchisi mehribonlik, kuyimchanlik qarindoshlar. Bu mehribonlik, kuyimchanlik Qur'oni Karimda 340 qatim tillangan. 340 qatim tillangan. Qarindoshlar anglab turinglar. Ma hadisni anglanglar. Er-rahimun yerhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yerhamukum man fis sama deydi. Mehriban kishilarni mehriban Allah mehriban kishilarga mehribonlik qildi deydi. Ya'ni Allohning sizlarga mehribonlik qilishni, Allohning sizlarga kuyishni umid qilsanglar, o'zsam mehribon bo'l deydi Alloh. Mehribon Allah mehribon kishilarga mehribonlik qiladi. Zimindagi mahluqotlarga mehribon bo'linglar, osmondagi zot sizlarga mehribon bo'lsin deydi. Hozir biz mehribon qarindoshlar. Ata-onamizga, ballalarimizga, erlar ayollarga, ayollar erlarga mehribonmi, kuyimchanmi qarindoshlar? Allah subhanahu wa ta'ala o'zini nihoyat kuyimchan deb atadi. Allohning 99 go'zal ism sifatlarining birisi mehribon, kuyimchan. Allah bilan qasamki, Allah subhanahu wa ta'ala bizni tuqqan onamizdan necha ming asli yaxshi ko'rdi qarindoshlar. Shunda mehribon. Biz bir hozir shunda bir holat bormi qarindoshlar? Bir sorunda ikki musulmon o'ltirib to'lashmay, vaqratmay chiqadigan sorunlar az uchraydi. Torlarda musulmon deb turib, men paloni mujohid, men pustoni olim, men pustoni deb turib, torda tillashib, haqoratlashadi. Qani bizdagi mehribonlik qarindoshlar. Qur'oni Karimda eng asosliq, muhim, prinsipal masalalarning birisi mehribonlik. O'ylab boqinglar. Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam sahabalarga shunday dedi: "Sizlar qilgan amalinglar bilan jannat kirolmaysizlar. Agar Alloh sizlarga mehribonlik qilsa" dedi. Sizlar jannatga Alloh sizlarga mehribonlik qilib, sizlarga bir kuyib, marhamat qilib jannat kirdirib sanmasa sizlarni hech qaysi amal o'zingning qon bilan jannat kirolmaysizlar debdi. Sahabalar: "Ya Rasululloh, o'zlurchu silmi shundaqmi?" debdi. "To'g'ri, men shundaq. Agar Alloh men mehribonlik qilsa, men jannat kiramayman" dedi. Bu mehribonlik biz orzu qilayotgan jannatning ochqich bo'lsa, qani bizlik mehribonlik? Shundaq bir davrda yashayapmiz. Musulmonni o'ltirdigan, o'ltirgan odam Allohu akbar desa,
Ölgen adam la il eşhedü en la ilahe illallah ölüp atkan. Biz nimede qani bu İslamның mehribanlığı qarindaşlar. Bu din nim bulap ketdi bizning zamanımızda qarindaşlar. Bu dini tushuncha, bu dini ang nega vadi qarindaşlar. Üçmellik, başqalarni yomon ko'rish, başqalarga tuhmat qilish, başqalardan yomon gumon qilish. Bu din emas qarindaşlar. Namoz o'qib peshonang yerilib ketsin. Jihad qildim deb zambirakni o'qitib o'lib ket. Senda ma'nosi bo'lmasa, sen qandoq inson? Sen u ağzında sen dava bilan bo'lmaydi qarindoshlar. Oldilama o'zimga nasihat qilaman qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo ota-onamga, oilamga, atrof musulmonlarga shunday mehribon. Ruhamau ashiddau alal kuffar, ruhamau baynahum. Mu'min musulmonlar bir-biriga shunda mehribondir, kofirlarga qattiq qo'ldir. Davassa qarindoshlarimiz. Islom tarixini o'qisak, Rasulullohning naqadar mehribonligi, naqadar kuyimchanligi, hatto Rasululloh kishilarning do'zax kirib ketmasligi uchun kech ummatim deb yig'lashlari mehribonlikdan emasmi qarindoshlar? Üçüncü en muhim Kur'an-ı Kerim'de en ta'kidlangan üçüncü mesele bolsa qarindoshlar, şu samimiy rastçıl buluş meselesi. Bu Kur'an-ı Kerim'de en köp tekrarlanan sözlerine birisi. Rastçıl buluş, yalgan sözlemeslik, yalgan va'da qilmaslik. Bu rastçılık meselesi mi Kur'an-ı Kerim'de en muhim meselelerine biri. Ben sizlerge de parayım şu En'am suresinin ki 115. ayetinde mundaq bir ayet var. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا deb Allah'ın sözü, yani Allah'ın sözü Kur'an'ga qarindoshlar. Allah'ın sözü şundaq deb tamamlandı ki rastçılık ve adaletlen tamamlandı degan gap, yani Kur'an'ı butunlay yug'urib Kur'an'ı ikki og'iz gap bilan tushuntirsa, Qur'oni Karim sil bizga adolatlan rastchilikni tavsiya qilib qarindoshlar. Adil bo'l, rastchil bo'l deydi. Yani xuddi Alloh subhanahu va taolo ey bandam, sen rastchil bo'l, men sana adillik bilan muomala qilay deydi qarindoshlar. Yani sil bizning iymonimiz qarindoshlar, sil bizningki shu musulmondachiligimiz shu rastchillik bilan sinildi. Bizningki imanimizni ölçeydiğen ölçem rastçılık. Mesela o'ylab bakana, namoz o'qigan haqiqiy musulmon kamtar bo'ladi. Haqiqiy musulmon mehribon bo'ladi. Haqiqiy musulmon nihoyatda sapaliq bo'ladi. Haqiqiy musulmon nihoyatda muloyim bo'ladi. Haqiqiy musulmon insofli bo'ladi. Mana bu haqiqiy musulmon odil bo'ladi. Agar siz bir musulmonda qo'pollikni, zulmni, bir takabburlikni, bir hakovurlikni, bir axloqsizlikni ko'rsanglar, ma odamning namoz o'qigan bilan Alloh bilan qilchi aloqasi yo'q. Buni aniq bilinglar. Agar buni mushu qarindoshlar o'lcham mushu. Bir odam qo'polkan, axloqsizkan, sapasizkan, og'iz satgan, shunama pishoni sajda qilib shundoq surilib ketgan bo'lsam ishonmanglar. Bu Alloh bilan hech qanday aloqasi yo'q. U balki namozning harakatlarini ado qilish mumkin. Ammo Alloh bilan yo jiroqdan yo Alloh yaqindan aloqasi yo'q odam bu. Shuning uchun shu rastchilik Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shu rastchilik masalasini ko'p bir yerda va kunu ma'as sodiqin. Shunday rastchilar bilan bo'linglar, rastchil bo'ling deb payg'ambar alayhisalom bir mo'min yolg'on etmaydi degan. Bu rastchilik deganimiz qarindoshlar, gap so'zda, ish harakatda, hatto ko'zlarimizning ishoratlarida rastchil bo'lish. 4-chi Qur'oni Karim eng ta'kidlagan muhim masala bo'lsa qarindoshlar, mushu yaxshi ish bor sorundan qilib qolmaslik, bo'lmash amal solih deydi yoki isloh qilish deydi Qur'on Karim. Isloh so'zi. Yani yaxshilikdan buyurib, yomonlik to'sish degan gap. Har qanday bir yerda yaxshilik bor ekan desa qarindoshlar, sizlarning shu yerda bir barmoq izinglar bo'lsin. Yomonlik bor ekan desa, shu yomonlikning bo'lmaslikqa bir barmoq izinglar bo'lsin. Bizda hozir shu tashabbuskorlik masalasi qarindoshlar. Bir ish qilib desa hammamiz qarab turib olib, chatga chiqib olib, ba'zilarimiz vatandagi tuqqanligimizni ansirab, ba'zilarimiz ki bo'lmagan, ya'ni
kip qilish ehtimoli bo'lgan yomonlikdan ansirab, naq ziyon bo'lsa, ummat mushundoq bir yomon kuni qilyapsa, yana bir bulon kelib tugilib olib, qo'sagan to'yg'izib, xo'shol haram yashayotgan bu bundoq islom yo'q, bunda din yo'q qarindoshlar. Shuning uchun Qur'oni Karimda bir yaxshi ish qiluvchilar, isloh qiluvchilar, musulmon islom qurilishiga as qo'shilganlar, mushlarning hammasini muslih, ya'ni solih muslih deydi. Ya'ni mush so'z Qur'oni Karimda 150 qatim takrorlangan. Yani bunda degenim her qandaq yaxshilik so'rindan qolmanglar, her qandaq yomonlik so'ringa berib qolmanglar, her qandaq bir yaxshidan sabdan qilib qolmanglar, yomon ishning to'sishdan sabidan qilib qolmanglar. Mana mushu temalar Qur'oni Karimdagi buni amr ma'ruf deb qo'ydi. Amr bil ma'ruf va nahy munkar. Yani mushu Qur'oni Karimda asosiyatan muhim tilangan temalarning birinchisi takrorlayman. Odil bo'lish, mehribon bo'lish, ikkinchisi, üçüncüsü rastçıl buluş, dördüncüsü ıslahatçı buluş. Mana bu Qur'oni Kerimdeki en çoğun prinsipal mesele. Mana muşni bir hayatımızda bir dastur şekilde muş to'rt narsani sanab turib, kunda o'zimizda men bugün adil bo'ldim bo'lmadimmi? Bugün kuyimchan bo'ldimmi bo'lmadimmi? Bugün men zodi yog'on gap qildimmi, gap qilmadimmi? Rostchilmi, rostchil emasmi? Bugün men zodi nima yaxshi ishlarni qildim, nima yomon ishlarni adin to'sdim, yoki yomon ishlarning bo'lmaslik sabab bo'ldim deb mush o'lchamni hayotimizdagi hayotlik o'lcham qilib bir yashab boqaylik qarindoshlar. Voy boshqa ishni qilmaydi ekanmiz. Mushni qilmaslikqa nima sil bizda bir bani sebep bormi? Biz çaresiz emas. Bizning qo'limizda bu zulmni beshimizdan ko'tarayotgan ko'rimlagan choralar bor. Mening bu deganim hammasi emas, lekin asosliq muhim mazmun qarindoshlar. Shuning uchun mushunga Alloh subhanahu va taolo meni amal qilishni qilsin. Allah subhanahu wa taala sizlarni bir amal qilishni nasib qilsin va shu orqali mush darsni boshqalarga bir taqdim qo'ysanglar, bir qarindoshimiz mushundan foydalanib qolsa, balki shu sababli hammamiz bu zulmdan qutulishimiz mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.